$845 evaziga Toshkentdan Umra safariga borishlaring mumkin. Narx tushishini anchadan beri kutayotgan obunachilarimiz endi ham bormasalaring bo'lmaydi. Haqiqatan narxlarimiz anchagina arzonladi, sezilarli darajada xudo xolasa arzonladi. Bugun Hikmat Travel'da ofisga yetib kelganmiz. Qachonga sanalarga bor deganlar uchun to'lov shartlari qanaqa bo'ladi? Sizlar firma tomonidan borsangiz nima qulayliklarga ega bo'ladi? Sharoitlar qanaqa deganlarga xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'rib, boshidan like'larni bosib tursalaring, sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni Abdug'afforga olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka rostdan $845 ga borsa bo'ladimi obunachilarimiz? $745 ga ham borsa bo'ladi. U qana bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bu vizalari bo'lsa $745 bo'ladi. Agar vizalari yo'q bo'lsa, yangi men birinchi boraman yoki oldin borganman, vizamni so'rab o'tdi deydiganlar $845 bo'ladi. $845. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha qaysi kislovlarga bor? To'g'ridan to'g'ri reys. Qaysi kislovlarga bor deydiganlar uchun kunlarimiz 20-iyul, 21-iyul, 22-iyul, 23-iyul, 24-iyul, 25-iyul kunlari 2026-yil. Shu kunlarda Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reyslarimiz bor. Reyslar bor, zo'r. Yo'q, menga Toshkent uzoqlik qiladi. Men vodiydan bo'lsa yaxshi bo'lar deydigan obunachilarimiz uchun Farg'onadan olib kelganmiz. Xuddi shu narxga $845 ga Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reyslarimiz ham bor. Uni kunlari 20-iyul kuni bor, 24-iyul kuni bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Telefon qilib joylarni bron qilsanglar, xudo xolasa uchib ketishlaringdan bir kun oldin sizlarga haligi nechida borishlaring aytiladi, aeroportga hammasi aytiladi, xudo xolasa borasizlar. Keyin uchib ketsalaring bo'ladi. Endi shart-sharoitlarimiz qanaqa aka? Xo'p, sharoitlarimiz o'sha. Xo'p, Madina Munavvarada 200-300 metr gastinsamiz uzoqligi. Makka Mukarramada eng yaqini 800 metr, eng uzog'i 2 kilometr. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'shga tushadi, xudo xolasa. Lekin avtobuslar ishlaydi, qatnayapti, gastinsamizda ishlaydi. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi. Zo'r. Xo'p, aeroportda 50 boshxona bo'ladi deydiganlar uchun aeroportdan iloji boricha 50 boshimiz billa borib, billa kelishadi. Xo'p, undan tashqari firma tomonidan o'sha kamzil, so'mka, bejik, vizalarni ham qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi. 5 litr zamzam suvi beriladi. Gap yo'q, zo'r. To'lovlari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun Zulka gapingiz bo'ldi. To'lovlar qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimiz xolasa ofisga kelib to'lov qilinsin. Xolasa onlayn joylarni bron qilinsin. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarida bor, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p, yo'q, bizga ofislarni uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerlar, o'zimning nomerim, bemalol telefon qilib aloqaga chiqaveringlar, joylarni onlayn bron qilsalaring ham bo'ladi. Qanday qilinadi, qanaqa qilinadi, uni tushuntirib beramiz. O'sha pasportlaringni tashlaysizlar, qandaykina jindakkina summa zalog tashlaysizlar, zakolat, qolganini aeroportda beraverasizlar. O'zlariga qulay bo'lgan tomondan bemalol to'lov qilsa bo'ladi. Xohlasalang onlayn, xohlasalang offlayn ofisga borib turib, o'zim hali litsenziyani ko'zim bilan ko'raman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol borib, xudo xolasa to'lovni amalga oshirsalaring bo'ladi. Borishdan oldin 1 soat yoki yarim soat oldin telefon qilib beradigan bo'lsalaring, lokatsiyalar tashlab, bolalar nomeri beriladi, xudo xolasa. Bu joyda ham to'liq ma'lumotlar beriladi. Menimcha hammasini tushuntirib berdik degan umiddaman. Agar videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Narximiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Menimcha hech kim bunaqa narxda chiqarmaydi. $845 evaziga Umra safariga borishlaring. Keyinchalik boradiganlar ham like bosib, o'sha boraman degan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Yaxshi niyatda, xudo xolasa siz ham borasiz. Bundan ham arzon narxlarimizga to'g'ri kelinglar. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha